Ana g'urur dardiga davo deydilar ulamolarimiz, aql bilan, ilm bilan, ma'rifat bilan bo'ladi. Mo'min musulmon odam oqil bo'lishi matlub. Aqlini ishlatsin. Dunyoni matohiga, g'ururiga ketmasin. Shaytonni aldoviga uchmasin. Aqlini ishlatib, o'zini bandaligini bilsin. Va to'g'ri yo'lni, islom yo'lini, Alloh ko'rsatgan yo'lni tanlasin, ana shuni o'rgansin, unga amal qilsin, haligi darddan qutuladi. Ilm deganda Allohning tanish ilmi. Allohga qurbat hosil qilish, Allohga yaqin bo'lish ilmi. Mana shu ilmni o'rgansin. Hozir biz aytayotgan ilmlar shu. Allohni tanitish, Allohga sevikli banda bo'lish, Allohga yaqin banda bo'lish. Ana shuni uslublarini o'rgansin. Uni yo'lidagi to'siqlarni o'rganib, o'sha to'siqlarni olib tashashni yo'lga qo'ysin. Ilm deganda mana shu borada, ya'niki g'urur dardidan davolash borasida ilmda mana shu narsa ko'zlanadi. Ma'rifat deganda 4 narsani ma'rifatini ulamolar aytgan. Shu davo bo'ladigan ma'rifat. O'zini o'zi tanish, Robbisini tanish, bu dunyoni tanish, u dunyoni tanish. Agar banda o'zini o'zi tanib olsa, o'zi kim? Hech kim emas, Allohning bandasi. Shukr qilsin kim? Uni yo'qdan bor qilib musulmon yo'liga solib qo'yibdi. Ana endi bandaligini qilish kerakligini tushunib yetsa, u o'zini tanigan bo'ladi. Endi o'zini tanigan, Robbisini tanisa, Robbisini muhabbatiga o'zini uradi. O'zini tanigan banda, Robbisini tanigan banda bu dunyoni tanisa, bu dunyo o'tkinchi narsa ekanligini biladi, undan yuz o'giradi. O'zini tanigan, Robbisini tanigan, bu dunyoni tanigan odam u dunyoni tanisa, haqiqiy dunyo o'sha ekanligini bilib yetadi va unga butun vujudi bilan harakat qiladi. Ana shunda kibr ham qolmaydi, g'urur ham qolmaydi, boshqa dardlar ham qolmaydi.